ADM Global O'zbekiston bozori uchun yangilangan Kia K8 va Carnival modellarini taqdim etdi va K8dagi bo'lgan o'zgarishlarni hozir ko'rib chiqamiz. Yangi old qismi yaxshilangan aerodinamika LED chizig'iga ega vertikal optika va yangilangan disklar K8ning premium ko'rinishini yanada kuchaytirdi. Orqa qismi yanada pokiza va nafis bo'ldi. Yulduzlar xaritasi uslubidagi chiroqlar esa avtomobilni darhol ajratib turadi. ADM Global ta'kidlashicha, o'zgarishlar faqatgina tashqi ko'rinish bilan cheklanmaydi. Salon ichida yangi rul, qulay joylashgan haydash rejimlari, переключатели, xotirali elektr so'zlanadigan rul kolonka va yumshoq atmosferaviy yoritish. Birlashtirilgan egri shakldagi asboblar paneli va multimedia bloki ko'rish qulayligini oshiradi hamda zamonaviy premium kayfiyatini yaratadi. Yangi multimedia tizimi endi simsiz Apple CarPlay va Android Auto'ni podдержка qiladi. Audio sifati yaxshilandi, markaziy kontrol yengilandi va yangi markaziy boks qo'shildi. ADM Global'ning asosiy texnik yangiligi K8 uchun O'zbekistonda ilk bor taqdim etilgan ulangan to'liq drive tizimi. Shuningdek, elektron boshqariladigan amortizatorlar mavjud bo'lib, ular har soniyada 40 marta yo'l sharoitiga moslashadi. Shuningdek, yangi o'ng ko'rish burchagi va orqaga harakat yordamchilari qo'shildi. Agar quvvat haqida gapiradigan bo'lsak, 3,5 litrli atmosfera motor 300 tot kuchini generatsiya qiladi. 0 dan 100 gacha tezlash vaqti atiga 7,2 soniya. Albatta, modellarni yangi dizaynini ta'kidlamoqchiman. Shuningdek, qulaylik, salondagi sokinlik, dinamika va boshqaruvchanlikni yaxshilash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ushbu modellar sertifikatlashdan o'tgan. Ular mamlakat iqlim sharoitiga to'liq tayyorlangan. Motorlar tekshirildi. Ular mahalliy yonilg'i bilan juda yaxshi ishlaydi. Shuningdek, K8ning to'liq privodli yangi versiyasini ham ta'kidlash kerak. U zarur vaziyatda ulanishi va yomon ob-havoda yaxshiroq boshqarilishini ta'minlashi mumkin. Yangilangan K8 O'zbekiston bozoridagi biznes sedanlar haqidagi taassurotlarni to'liq o'zgartirishi kutilmoqda. Narxlar esa bu yerda va bu yerda bo'ladi.